Menga nima keraksizlar? Sizlar menga o'sha paytda kerak edinglar. Hozir bas. Juda qiyin paytda tashlab ketishdi meni. 2013-yil qiyin bo'ldi, 2014, 2015 boshlandi. 2013da ular sezib qolishdi, что meni ishim sal yurishadiganga o'xshayapti. 2014da yana ham 2015dan beri ular boshlashdi. Menga aka biz tayyormiz hozir partnyorizga. Qaysi nima, qancha rasxodlar bor, biz kiramiz 50%ga. Men aytaman, rебята, уже kech bo'ldi. Уже brend bo'lgan. Уже kech. Nomi chiqqan. Уже kech. Уже menda 100 dan ortiq odam ishlayapti. Meni mashinalarim уже testdan o'tdi. Hamma sertifikatlarni olib bo'ldim. Menga nima keraksizlar? Sizlar menga o'sha paytda kerak edinglar. Hozir bas. Boshlashdi yozishdi. Agar inkas nomini olib tashlamasang, u bo'ladi, bu bo'ladi. Nima bo'ladi? Menda hamma yo'q официальный, hamma yo'q dokumentalniy. U 20 yildan keyin ham bu inkas bo'ladi. Chunki ular Kanada, Amerika. Men bu hamma xalij nimalarni olganman. Arabskiy Emirat, Yegipet, Iordaniya, hamma GCC. Patentlar olgansiz. Hammasi GCC.